Hurmatli tadqiqotchilar, video ko'rinishdagi amaliy darslarimizni davom ettiramiz. Yuqoridagi postda e'lon qilingan videoda, demak, biz har bitta o'zgaruvchini qiymatini ma'no jihatidan, demak, o'zgartirib chiqdik. Xuddiki Google Formsda, demak, respondentlarimizga qanaqa demografik 6 ta savol berilgan bo'lsa, qanaqa qiymatlar berilgan bo'lsa, ularni biz raqamli kodlab olib, Stata dasturiga joylashtirgan edim va uni yana qayta, demak, raqamli, so'zli, ma'noli qiymatlarga o'girdik va uni brauzerda ko'radigan bo'lsak, mana age, gender, education, residence, usage frequency va types of DFC o'zgaruvchilarning qiymatlari, raqamli qiymatlari hammasi nominal o'lchov birligiga yana qayta o'zgartirib chiqdim. Endi keyingi amal har bitta mana shu konstruktorning ichidagi 3 tadan itemni indekslab chiqish va o'zgaruvchi yaratish. Lekin undan oldin bitta kichik ishni amalga oshirishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rganingizdek, bu tomonda variablelar, bu tomonda ularning labeli. Labelga hali nom bermaganligim uchun bir xil ko'rinishda bo'lib turibdi. Labelga nom berib chiqamiz. Masalan, age ni bosganimizda mana bu o'zi yopiq holda bo'lishi mumkin. Sizda ishlayotganingizda, demak, o'zgaruvchini belgilab olamiz. Buni, demak, bosganimizda qulf ochilgan ko'rinishda bo'ladi va bu yerda, demak, har bitta variable'ga sharh, izoh yozib chiqamiz. Masalan, age mandagi variable respondentlarning yoshi. Va mana bu yerga qarasak, haqiqatda mana age variable to'g'risida respondentlar yoshi degan izoh yozildi. Keyingisi gender. Respondentlarning jinsi. Keyingisi education. Respondentlarning ta'lim darajasi. Respondentlarning ta'lim darajasi. Keyingisi yashash joyi. Buni o'zbek tilida kirityapman, sababi men buni o'zim ishlashim uchun qulay bo'lishi uchun, lekin maqolamni results bo'limiga yoki dissertatsiyamni tegishli bobiga bu dissertatsiyamga kiritishim mumkin o'zbek tilida bo'lganligi uchun, lekin maqolamni results qismiga buni joylashtirmayman o'zi odatda. Keyingisi foydalanish chastotasi yoki tezligi. Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish tezligi. Keyingisi foydalanish turi. Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish turi. Bu o'zimiz uchun qulay. Age nimani bildiradi? Misol uchun education, usage frequency nimani bildiradi? O'zimiz uchun qulay bo'ladi. Endi keyingi amal har bitta konstruktdagi 3 tadan itemdan, demak, o'rtacha qiymatlarni indekslab olamiz va o'zgaruvchi yaratamiz. Buning uchun dataga o'tamiz va demak, create or change data, create new variable. Xo'p, bu yerga, demak, meniki policy 1, 2, 3, bular menda policy o'zgaruvchi bo'ladi va bu yerga qavs ichida formula yozaman. Xo'p, policy 1 plus policy 2 plus policy 3 va bulu 3. Xo'p, keyingisi infrastruktura. Ko'rishimiz mumkin. Policy browser orqali ko'rishimiz mumkin. Mana yangi policy o'zgaruvchi yaratildi. 3 ta itemni indekslagan holatda va buni o'lchov birligi continuous ga aylandi va biz bemalol, demak, turli xil inferential statistikani ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi yana data, create or change data, create new variable va keyingisi bizda infrastruktura. Ingliz tilida yozaveraman. Infrastructure va mana shu
formulani qo'yib chiqamiz yana. Keyingisi endi perceived usage effectiveness, ya'ni foydalanish samaradorligi. O'zini shunday yozib ko'raman. Keyingisi social impact. Social impactni mayli shunday yozib ko'raman. Keyingisi human capital. Human capital 1, human capital 2, human capital 3 uchalasi va o'rtacha qiymatlaridan biz hozir variable yaratyapmiz. Bu 13 bo'lib menda saqlanib bo'lgan ekan. Keyingisi innovation. Innovation menda moderator variable, human capital menda mediator, ya'ni vositachi variable sifatida modelimga olib kirganman. Brauzerdan tekshiramiz. Mana 6 ta o'zgaruvchini yaratib oldik va bularni o'lchov birliklari continuousda. Hozir yana bitta qiladigan ishimiz, demak bu 6 ta o'zgaruvchiga label berib qo'yishimiz kerak. Label demak policy min. Policy o'zgaruvchisini o'rtacha qiymati. Infrastruktura. Bu qisqartirib yozaman. Perceived usage effectiveness min o'rtachasi. Social impact. Social impact qisqartiraman. Min o'rtachasi. Noto'g'ri ketdi. Human capital bosh harflari va o'rtacha qiymat. Oxirgisi innovation. Demak, hurmatli tadqiqotchilar, men hozirda 3 ta amalni bajardim. Birinchisi boshidagi o'sha age and education residence va boshqa, bular hammasi menda control, ya'ni nazorat o'zgaruvchilari. 6 ta o'zgaruvchi menda nazorat o'zgaruvchisi, hammasiga label yozib oldik. Keyin konstruktlarimdagi ustidan aytimlar hammasini indekslab o'zgaruvchi yaratib oldik va ularga ham yana 3-chi amal label yozib oldik. Keyingi demak videolarda bu demak tayyorlab olgan ma'lumotlarimizdan deskriptiv statistik testlarni bajaramiz, undan keyin inferentialga o'tamiz va turli xil grafiklarni ham sekin bosqichma-bosqich ishlab boramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.